Emailga qiladiganlar uchun zo'r joy. Birinchi qo'l optim topib qo'yganman. 180 mingdan 350 minggacha kirdi chiqdi qilgan bo'lsangiz, akamiz pul beryaptilar, podrobni tushuntiradilar. Bo'ldi, 180 mingdan xullas yerda chegaradan o'tgan bo'lsangiz, tamojnidan 180 ming beradilar. Samolyotda uchgan bo'lsangiz, 350 ming emailga qilish uchun berishyapti. Kirdi chiqdi qilgan bo'lishi kerak. Qachon bo'lishi kerak so'rovga? iyul oyidan 19-dekabrgacha kelganlar bo'lishi kerak. Faqat 2024-yil esdan chiqmasa 2024-yilda iyuldan 19-dekabrgacha chegaraga o'tganlar beriladi. Misol mana o'tgan yil o'sha iyulda deyapsiz, avgustda Rossiyaga borgan, kelgan. Avgustda borib qachon kelish kerak u? 19-dekabrgacha 2024-yilda kelgan bo'lsa hisob. Chiqdi bo'lgan bo'lishi kerak. Chiqayotgani hisobda. Chiqqani emas, O'zbekistonga kirgani hisob. Baqa kirgani hisobmi? Kirgani hisob faqat. Misol 23 da chiqib 24da kelgan bo'lsa o'taveradi. Agar 24-yil dekabrning boshida chiqib ketib, 25-yil kirgan bo'lsa, o'sha ularga bazada bo'lmaydi, o'tmaydi. Kelgan chislosi o'tar ekanda. Faqat kelgan chislosi o'tadi. Hozir 180 mingdan 350 minggacha pul beryaptilar, haqiqatda. Buni hali qiyin joyi, riskava joyi yo'q, tushunmaganlar uchun. Hech qanaqa riskava joyi yo'q, yonadigan, kuyadigan joyi yo'q, xotirjam bo'lib kelaverasizlar. 100% kafolat bor. Qat-qatga. Shu vodiy bo'ylab chiqaveramiz hamma viloyatlar, shaharlarga. Undan tashqari O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlardan onlayn xizmatlarimiz bor. O'zlari email, telefon, email raqamini tashlab bersa, o'tkazib bersa, pulini karta qilib beraveramiz. Ko'rib turibsizlar, prosta nomer qoldiryapmiz. Pasportingiz kirdi chiqdi qilgan bo'lsangiz, tushungan bo'lsangiz kerak. Hozir 350 minggacha pul berishyapti. Pulni olib ishlatib olinglar, sababi babi kuyib ketadi, pechatlaning. Undan ko'ra ishlatsangiz o'zlaringizga foyda. Pastda nomer qoldiryapmiz, tashladi. Xo'p, vokzalning ichida turibmiz. Agrobank to'g'risi. Tashla vokzalni ichida Agrobank to'g'risida. Nomer qoldiramiz, telefon qilib kelsalar yaxshi bo'ladi. Har xil vaziyat bo'ladi. Obedga chiqib ketgan boshqa bo'lishi mumkin, hali dam olish kuni bo'lishi mumkin. Telefon qilsalar ham to'liq tushuntiradilar. O'zimizning nomerlar qoldiramiz. Tushunmaganlar bo'lsa telefon qilib bemalol aloqaga chiqishaveradi, yana tushuntirib beraveramiz.